Makaronlarimizni shunaqa dirkillab turadigan uslubini hozir sizlar bilan birga bo'lishaman. Bu uchun sifatli makaron kerak bo'ladi. Men makfadan foydalandim. Endi esa ovqatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Lahm go'shtimizni pare qilib to'g'rab, ustidan soya va tuzni solib marinovka qilib olib, qovurishni boshlaymiz. Ozgina qovurilgandan keyin piyozni shunaqa to'g'rab oldim, pare qilib va seldirni shoxi va chesnokni ham solib yaxshilab qovuramiz. Ustidan tomatni soldim. Biroz qoshiq bolgarskilarni ham qovuramiz, solib priprava tuzlarini solib, ozgina suv solamiz, tuz sepamiz, yaxshilab qovuramiz. Endi seldirni barglarini ham sovuramiz. Eng kulminatsion joyga keldik. Aytgandek, Makfada bo'lib o'tayotgan aksiyadan xabaringiz bormi? Makfadan xohlagan makaroningizni sotib olib, Makfa promo uzbotga registratsiya qilasizlar. Natijada turli xil pul yutuqlari va sayohatga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, yog'iga makaronni qovuryapman. Ha, to'g'ri ko'ryapsizlar, juda ham dirkillab zo'r chiqadi va qaynab turgan suvimizga makaronlarni solib, shunaqa 15 daqiqa qaynatib olamiz. Nachinkamiz bu orada tayyor. Yaxshilab yog'ini shimib olguncha makaronlarni aralashtiramiz 5 daqiqacha. Aytganchi qizlar, aksiya oxirida 50 millionlik so'm pul yutug'i o'ynaladi. Taomni esa albatta tayyorlab ko'ring.